O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 21, 22 va 23 aprel kunlari bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida 21, 22 va 23 aprel kunlari havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, ba'zi hududlarda esa momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol ba'zan kuchayib 15-20 metr/sekundgacha yetadi. Harorat kunduz kunlari 20-25 daraja atrofida bo'lib, kechalari biroz salqinroq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida 21 dan 23 aprel kunlari ob-havo beqaror bo'lishi kutilmoqda. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda esa momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol tezligi kuchayib, ayrim hududlarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kunduz kunlari 22-27 daraja oralig'ida saqlanadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida 21, 22 va 23 aprel kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'ib turadi. Ayrim joylarda kuchliroq bo'lishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda sel kelish xavfi bor. Shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha yetadi. Harorat kunduz kunlari 18-23 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham yomg'ir yog'ishi mumkin. Ayrim hududlarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol esa kuchayib turadi. Harorat kunduz kunlari 22-28 daraja oralig'ida bo'lib, kechalari salqinroq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ob-havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zida momaqaldiroq kuzatiladi. Tog'li hududlarda sel, suv toshqinlari yuz berishi mumkin. Harorat kunduz kunlari 20-25 daraja atrofida bo'ladi. Respublikaning tog' oldi hududlarida 21, 22 va 23 aprel kunlari ob-havo nisbatan salqin va beqaror bo'ladi. Yomg'ir yog'ishi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi hamda sel kelishi ehtimoli mavjud. Harorat pastroq bo'lib, kechalari ancha salqin bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.